Salom qadrli tomoshabinlarim. Bugun siz bilan shunday muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashamizki, bu sizning oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qiladi. To'g'ridan to'g'ri aytyapman. Ko'pchiligingiz hukumat tomonidan taqdim etilayotgan qo'shimcha to'lovlarni, nafaqalarni, imtiyozlarni shunchaki ola olmayapsiz. Nega deysizmi? Chunki siz buning uchun ariza topshirmayapsiz. Ha, aynan shunday. Aksariyat hollarda bu to'lovlarni olish uchun sizdan shaxsiy tashabbus va ariza talab qilinadi. Bu xabarni oxirigacha diqqat bilan tinglang. Chunki bugun aytiladigan har bir so'z siz uchun minglab, hatto millionlab so'm pulga teng bo'lishi mumkin. Hozirgi davrda har bir tiyin muhim ahamiyatga ega ekanini hisobga olsak, ushbu videoni o'tkazib yuborish katta xato bo'ladi. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosing va bu videoga like bosing. Keling kechiktirmasdan mavzuni boshlaymiz. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvalgi tizimda ko'plab ijtimoiy nafaqalar va to'lovlar avtomatik tarzda yoki kamroq byurokratik to'siqlar bilan amalga oshirilardi. Masalan, ayrim turdagi pensiya qo'shimchalari, yoshi o'tganlarga beriladigan imtiyozlar yoki ma'lum bir maqomga ega bo'lgan oilalarga beriladigan yordamlar haqida davlat organlari odatda o'zlari ma'lumotga ega bo'lib, tegishli hisob-kitoblarni amalga oshirishardi. Agar siz biror bir ijtimoiy himoya guruhiga kirsangiz, sizga qandaydir mablag' avtomatik tarzda kelib tushishi mumkin edi. Bu albatta aholi uchun qulaylik yaratardi, ammo ma'lumotlarning eskirishi, fuqarolarning hayotida ro'y bergan o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlarning yetishmasligi sababli ba'zan adolatsizliklarga yoki mablag'larning noto'g'ri taqsimlanishiga olib kelardi. Hozirgi kunda esa bu jarayon sezilarli darajada o'zgardi. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini yanada shaffof, adolatli va manzilli qilish maqsadida bir qator islohotlarni amalga oshirdi. Endi ko'plab qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar va nafaqalar fuqaroning shaxsiy arizasiga binoan uning ehtiyojlarini aniqroq o'rganib chiqib tayinlanmoqda. Bu shunday deganiki, agar siz ilgari avtomatik ravishda olgan biror yordamni hozirda ola olmayotgan bo'lsangiz, buning sababi tizimning ishdan chiqqanligi emas, balki sizdan ariza topshirish talab qilinayotganidir. Davlat shunday yo'l tutmoqdaki, nafaqat kimga tegishli ekanini, balki uning haqiqatdan ham unga muhtoj ekanini aniqlashga harakat qilmoqda. Bu esa o'z navbatida fuqarolardan biroz ko'proq faollikni talab etadi. Endi siz shunchaki kutib o'tira olmaysiz. Agar sizga biror yordam kerak bo'lsa yoki sizga tegishli bo'lgan biror qo'shimcha to'lov bor deb hisoblasangiz, uning uchun tegishli tartibda ariza bilan murojaat qilishingiz shart. Aks holda qonuniy haqqingiz bo'lgan mablag' sizning hisobingizga kelib tushmasligi mumkin. Bu tizimdagi o'zgarish nafaqat sizning qonuniy haqqingizni olishingizni ta'minlaydi, balki davlat resurslarining ham samaraliroq ishlatilishiga xizmat qiladi. Birinchi asosiy qism: nimani bilishingiz kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak? Avvalo, shuni bilishingiz kerakki, bu o'zgarishlar asosan ijtimoiy yordam, qo'shimcha nafaqalar, moddiy yordam turlari va ba'zi imtiyoz to'lovlariga taalluqli. Umumiy pensiya yoki doimiy maosh kabi muntazam to'lovlar odatda avtomatik ravishda davom etaveradi. Ammo ularga qo'shilishi mumkin bo'lgan qo'shimchalar, maxsus kompensatsiyalar yoki vaqtinchalik yordamlar aynan sizdan ariza talab qilishi mumkin. Kimlar tashvishlanishi kerak? Aslida deyarli hamma. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz, nogironligingiz bo'lsa, kam ta'minlangan oilada yashasangiz, yolg'iz onangiz yoki otangiz bo'lsa, ko'p farzandli oila bo'lsangiz, yosh bolali onalar bo'lsangiz, ishsiz bo'lsangiz yoki doimiy daromad manbaingiz bo'lmasa, demak, sizga ushbu ma'lumotlar juda muhim. Sizga qandaydir qo'shimcha yordam yoki to'lov tegishli bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz doimiy ish joyiga ega bo'lsangiz, o'rtacha yoki yuqori daromadga ega bo'lsangiz va ilgari hech qanday ijtimoiy nafaqa yoki yordam olmagan bo'lsangiz, unda bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Biroq hayotingizda kutilmagan vaziyatlar yuzaga kelgan taqdirda, masalan, ishsiz qolish, oila tarkibining o'zgarishi, kasallik, siz ham bu toifalarga kirib qolishingiz mumkinligini unutmaslik lozim. Shuning uchun har qanday holatda ham ma'lumotga ega bo'lish ortiqchalik qilmaydi. Keling, bir nechta real misollar bilan ko'rib chiqamiz. Raqamlar va vaziyatlar sizga tushunishga yordam beradi. Misol 1: nafaqaxo'r va yangi turdagi qo'shimcha pensiya. Tasavvur qiling. Buvi Dilfuza 7 yoshda. U 20 yildan beri pensiya oladi. Uning pensiyasi har oy o'z vaqtida keladi va u buni tabiiy hol deb biladi.
davlat tomonidan yoshi kattalarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik doirasida 75 yoshdan oshgan yolg'iz nafaqaxo'rlarga ularning turmush sharoitini yaxshilash maqsadida qo'shimcha 100 ming so'm miqdorida oylik to'lov joriy etildi. Bu Dilfuza bu qo'shimchaga to'liq haqli. Chunki u yolg'iz yashaydi va 75 yoshdan oshgan, lekin uning hisobiga bu pul tushmayapti. Nima uchun? Chunki bu qo'shimcha to'lovni olish uchun u yashash joyidagi pensiya jamg'armasiga yoki fuqarolarga xizmat ko'rsatish markaziga borib ariza topshirish kerak. Ariza topshirilmas ekan, bu Dilfuzaning tizimdagi ma'lumotlari yangilanmaydi va u qonuniy haqqi bo'lgan 1000 so'mdan mahrum bo'ladi. Agar u bu haqdagi ma'lumotni kimdandir eshitib ariza topshirsa, ehtimol oldingi oylar uchun ham ushbu mablag' olish imkoniyati bo'ladi. Lekin buning uchun aynan o'zi harakat qilishi lozim. Misol 2. Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam. Oila boshlig'i Azamat 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan yashaydi. Azamatning ish haqi minimal darajada bo'lib, ular kam ta'minlangan oila hisoblanadi. Davlat kam ta'minlangan oilalarga har oyda 225 ming so'm miqdorida moddiy yordam beradi. Azamatning oilasi ilgari bunday yordamni avtomatik ravishda olmas edi. Hozirda Azamatning oilasi bu yordamga muhtoj. Azamat mahalla raisiga murojaat qilganida unga ijtimoiy himoya bo'limiga ariza bilan murojaat qilish kerakligi aytildi. Agar Azamat bu arizani topshirsa, u har oyda oilasi uchun muhim bo'lgan 225 ming so'mni olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aks holda uning oilasi bu mablag'dan mahrum bo'ladi. Bu holda davlat Azamatning oilaviy sharoitini avtomatik ravishda baholay olmaydi. Chunki daromadlar va oila a'zolarining o'zgarishi doimiy nazorat qilinishi kerak bo'ladi. Bu esa faqatgina fuqaroning o'zi taqdim etgan ma'lumotlar orqali aniqlanadi. Azamatning arizasi uning oilasining hozirgi holatini rasman tasdiqlaydi. Misol uchun, bola parvarishi bo'yicha nafaqa. Yosh ona Dildora u yaqinda ikkinchi farzandini dunyoga keltirdi. Birinchi farzand uchun u 2 yoshga to'lmaguncha bola parvarishi bo'yicha nafaqa olgan edi. Endi ikkinchi farzandi tug'ilganida u bu nafaqani avtomatik ravishda olishini kutadi. Lekin uning hisobiga pul kelib tushmaydi. Sababi har bir yangi tug'ilgan bola uchun nafaqa tayinlanishi uchun ona yangidan ariza topshirishi kerak. Hatto u birinchi farzandi uchun olgan bo'lsa ham, ikkinchi bola uchun yangi ariza. Tug'ilish haqidagi guvohnoma nusxasi va boshqa kerakli hujjatlar bilan birga topshirilishi shart. Agar Dildora bu arizani topshirmasa, u qonuniy haqqi bo'lgan har oylik bolalar nafaqasidan mahrum bo'ladi. Uning birinchi farzandi uchun avvalgi arizasi endi amal qilmaydi. Har bir vaziyat individual ravishda ko'rib chiqiladi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, davlat hozirda ijtimoiy yordamni yanada aniq va manzilli qilib belgilashga harakat qilmoqda. Shuning uchun sizdan ham biroz faollik talab etiladi. Bu o'zgarishlarning sababi faqatgina moliyaviy resurslarni tejash emas, balki ularni haqiqatdan ham muhtoj bo'lganlarga yetkazishdir. Agar siz ariza bermasangiz, davlat sizning hozirgi holatingiz va ehtiyojlaringiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmaydi va shuning uchun sizga yordam ko'rsata olmaydi. Bu oddiygina byurokratik to'siq emas, balki shaffoflik va adolatni ta'minlashga qaratilgan tizimli yondashuvdir. Ikkinchi asosiy qism qoidalarga istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Albatta, har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va uncha ko'zga tashlanmaydigan noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha bosh og'rigidan xalos etishi va qonuniy haqqingiz bo'lgan to'lovlarni olishingizni ta'minlashi mumkin. Qoidalarga istisnolar, kimlar ariza topshirmaydi? Ko'pchilik holatlarda ariza talab qilinsa-da, ba'zi istisnolar ham mavjud. Odatda juda og'ir nogironlik darajasiga ega bo'lgan shaxslarga yoki doimiy parvarishga muhtoj bo'lganlarga beriladigan ba'zi turdagi yordamlar davlat tomonidan avtomatik ravishda tayinlanishi mumkin. Bu asosan ularning holati pensiya jamg'armasi yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi tomonidan doimiy nazoratda bo'lganligi va ular haqidagi ma'lumotlar muntazam yangilanib turishi bilan bog'liq. Ammo bu istisnolar juda kam va aniq toifalar uchungina amal qiladi. Misol uchun, guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga batasi qo'shimcha imtiyozlar avtomatik tarzda belgilanadi. Lekin hatto ularga ham qo'shimcha turdagi yordam kerak bo'lsa, ariza talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bu istisnolar qatoriga kirmasligingizni bilish uchun sizga tegishli bo'lgan har qanday to'lov bo'yicha baribir ma'lumot olishingizni maslahat beraman. Tuzoqlar
Odamlar ariza topshirishda qanday xatolarga yo'l qo'yishadi? Bir, noto'g'ri hujjatlar to'plami eng keng tarqalgan xato. Odamlar ba'zan eski hujjatlarni olib borishadi yoki kerakli hujjatlarning barchasini emas, balki bir qismini olib borishadi. Masalan, oilaning kam ta'minlanganligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma eskirgan bo'lishi yoki oila a'zolarining pasport nusxalari yetishmasligi mumkin. Natijada arizani qabul qilish rad etiladi va butun jarayonni qaytadan boshlashga to'g'ri keladi. Bu esa ortiqcha vaqt va asab yo'qotishga olib keladi. 2. Muddati o'tkazib yuborish. Ba'zi nafaqalar va yordamlar uchun ariza topshirishning aniq muddatlari mavjud. Masalan, farzand tug'ilgandan so'ng ma'lum muddat ichida ariza topshirilmasa, keyinchalik pul to'lovi kechikib boshlanishi yoki hatto ba'zi oylar uchun berilmasligi ham mumkin. Muddati o'tkazib yuborish odatda o'sha oylar uchun mablag'ni qayta tiklash imkoniyatini kamaytiradi. Noto'g'ri organga murojaat qilish. Ko'pchilik qaysi turdagi nafaqa uchun qaysi tashkilotga murojaat qilishni bilmaydi. Ba'zilar mahalla qo'mitasiga borib, hamma muammo hal bo'lishini kutadi. Boshqalar pensiya jamg'armasiga borib, ijtimoiy yordam so'raydi. Aslida har bir turdagi yordam uchun o'zining mas'ul organi bor. Bola parvarishi nafaqalari, kam ta'minlanganlik bo'yicha yordamlar ko'pincha inson ijtimoiy xizmatlar markazlari va mahalla qo'mitalari orqali. Pensiya va unga oid qo'shimchalar esa pensiya jamg'armasi orqali rasmiylashtiriladi. Noaniq nuanslar. Orqaga hisoblangan to'lovlar, retroaktiv to'lovlar. Bu juda muhim nuans. Agar siz ariza topshirishda kechiksangiz, sizga o'tkazib yuborilgan oylar uchun pul to'lanadimi? Odatda. Ammo ma'lum cheklovlar bilan. Ko'pgina hollarda ariza topshirilgan oydan boshlab yoki undan oldingi bir necha oy uchun, masalan, 6 oy mablag'lar qayta hisoblab to'lanishi mumkin. Ammo bu ham har bir nafaqa turi uchun alohida belgilangan qo'yda hisoblanadi. Shuning uchun agar sizga tegishli bo'lgan biror yordamni avvalroq olmagan bo'lsangiz, albatta bu haqdagi ma'lumotni aniqlang. Ehtimol sizga bir nechta oylik pul to'planib berilishi mumkin. 2. Sharoitlarning o'zgarishi. Siz ariza topshirdingiz, tasdiqlandi va pulni olayapsiz. Juda yaxshi, lekin shuni unutmangki, agar sizning oilaviy ahvolingiz, daromadlaringiz yoki boshqa muhim sharoitlaringiz o'zgarsa, siz bu haqda tegishli organni xabardor qilishingiz kerak. Masalan, oila a'zolaridan kimdir ishga kirdi yoki oilaga yangi a'zo qo'shildi. Bu o'zgarishlar sizning to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz bu haqda ma'lumot bermasangiz va keyinchalik bu aniqlansa, sizdan ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarib olishlari mumkin. Ba'zan hatto ma'lum bir miqdorda jarima ham qo'llanilishi mumkin. Shuning uchun sharoitlar o'zgarishi bilan darhol murojaat qilish muhim. Raqamli va an'anaviy ariza hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki my.gov uz portali orqali onlayn ariza topshirish imkoniyati keng joriy etilmoqda. Bu juda qulay usul. Ammo hamma ham raqamli xizmatlardan foydalana olmaydi. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati yoki ko'nikmalari bo'lmasa, har doim davlat xizmatlari markazlariga shaxsan borib murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda, ayniqsa murakkabroq vaziyatlarda shaxsan murojaat qilish va maslahat olish afzalroq bo'lishi mumkin. Onlayn topshirishda esa har bir mayda detallarga e'tibor berish, barcha maydonlarni to'g'ri to'ldirish juda muhim. Ushbu noaniq nuanslarni tushunish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi va qonuniy haqqingiz bo'lgan mablag'larni to'liq olishingizni ta'minlaydi. Shuning uchun har doim ehtiyot bo'ling va ma'lumotlarni aniqlab boring. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Aniq amaliy harakatlar. Siz hoziroq nima qilishingiz kerak? Bu qadamlar sizga qonuniy haqqingiz bo'lgan to'lovlarni olishingizda yordam beradi. 1. Qaysi to'lovlar sizga tegishli ekanligini aniqlang. Birinchi qadam bu sizga qanday nafaqalar, imtiyozlar yoki qo'shimcha to'lovlar tegishli bo'lishi mumkinligini tushunish. Oilaviy ahvolingizni kam ta'minlangan, ko'p farzandli, nogiron a'zosi bor, yolg'iz ona ota yoshingizni nafaqaxo'r, talaba, mehnat stajingizni va boshqa ijtimoiy holatingizni hisobga oling. Eng yaxshi yo'l bu inson ijtimoiy xizmatlar markazlarining mahalliy bo'limiga, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga dehqonlar qilib maslahat olish. Ular sizning sharoitingizni eshitib, qaysi turdagi yordamlarga haqli ekanligingizni aniqlashga yordam berishadi. 2. Ma'lumot qayerdan olish kerak? Rasmiy hukumat veb-saytlari, My.gov portali, ijtimoiy himoya agentligining rasmiy sayti, pensiya jamg'armasining sayti. Bu yerda siz yordam turlari, ularni olish tartibi va zarur hujjatlar
ro'yxati haqida batafsil ma'lumot topishingiz mumkin. Mahalla qo'mitalari, mahalla fuqarolar yig'inlari vakillari sizni eng yaqin ijtimoiy himoya bo'limlariga yo'naltirishi yoki dastlabki ma'lumotlarni berishi mumkin. Ular ko'pincha hududning kam ta'minlangan oilalari va muhtoj fuqarolari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ladi. Davlat xizmatlari markazlari DXM bu markazlar yagona darcha tamoyili asosida ishlaydi va ko'plab davlat xizmatlari, shu jumladan ijtimoiy nafaqalarni rasmiylashtirish bo'yicha maslahatlar va xizmatlarni taqdim etadi. Kerakli hujjatlarni to'plash, pasport, sizning va oila a'zolaringizning, tug'ilish haqidagi guvohnomalar, bolalar uchun, nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, daromadlar haqida ma'lumotnoma agar ishlayotgan bo'lsangiz yoki tadbirkor bo'lsangiz, yashash joyidan ma'lumotnoma mahalla qo'mitasidan, nogironlik haqida ma'lumotnoma agar nogironlik mavjud bo'lsa, bank hisob raqamingiz haqidagi ma'lumotlar, boshqa maxsus hujjatlar, ular siz murojaat qilayotgan nafaqa turiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun oldindan aniqlab oling. Eslatma, barcha hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ba'zi hollarda asl nusxalarini ko'rsatib, nusxalarini topshirishingiz talab etiladi. Arizani qayerga topshirish kerak? Davlat xizmatlari markazlari DXM ko'pgina ijtimoiy nafaqalar va yordamlar uchun arizalarni aynan shu yerga topshirish eng maqbul yo'l hisoblanadi. Ular sizga hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishda ham yordam beradi. Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari ayniqsa kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va ijtimoiy himoyaga muhtoj boshqa toifalar uchun mo'ljallangan yordamlar bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limlari, faqat pensiya va unga oid qo'shimchalar, shuningdek nogironlik pensiyalarini rasmiylashtirish uchun onlayn MyDocuv.uz portali. Agar sizda elektron imzo va internetdan foydalanish ko'nikmalari bo'lsa, ko'plab xizmatlar uchun arizalarni uydan chiqmagan holda onlayn tarzda topshirishingiz mumkin. Bu eng qulay va tezkor usuldir. Faqatgina ariza formasini diqqat bilan to'ldirish va barcha kerakli hujjatlarni skaner qilingan holda yuklash muhimdir. 5. Arizani qanday to'ldirish kerak? Arizani aniq va tushunarli qilib to'ldiring. Har bir maydonni e'tibor bilan o'qing. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri va xatosiz kiriting. Kichik bir xato ham arizaning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar qiyinchiliklarga duch kelsangiz, DXM xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga to'ldirishda ko'mak berishga majbur. 6. Arizaning holatini kuzatish va rad etilgan taqdirda nima qilish kerak? Ariza topshirganingizdan so'ng unga tegishli raqamni yoki kvitansiyani oling. Bu hujjat sizga arizaning holatini kuzatishda yordam beradi. DXM orqali topshirgan bo'lsangiz, ularning sayti orqali yoki shaxsan borib holatini so'rashingiz mumkin. MyDocuv.uz portali orqali topshirilgan arizalar holati ham shu portalning o'zida ko'rsatiladi. Agar arizangiz rad etilsa, rad etishning sababini aniqlang. Ko'pincha bu sabablar hujjatlardagi kamchiliklar yoki noto'g'ri to'ldirish bilan bog'liq bo'ladi. Sabablarni tuzatgan holda qayta ariza topshirishingiz mumkin. Agar rad etish sababi norin bo'lsa va siz o'zingizning haqligingizga ishonsangiz, yuqori turuvchi organlarga, masalan, ijtimoiy himoya agentligiga, Adliya vazirligining hududiy bo'limlariga shikoyat qilish huquqingiz bor. Esingizda bo'lsin, davlat xizmatlari sizning haqqingizni himoya qilish uchun yaratilgan. Faqatgina sizning o'zingizning faolligingiz va bu jarayonni tushunishingizgina sizga to'liq haqqingizni olishingizni ta'minlaydi. Erta harakat qiling. Ma'lumotlarni aniqlab oling va o'z haqlaringizni himoya qiling. Xulosa va yakuniy chaqiriq, aziz do'stlar, bugun men sizga juda muhim bir haqiqatni aytishga harakat qildim. Sizga tegishli bo'lgan ko'plab qo'shimcha to'lovlar va ijtimoiy yordamlarni agar siz o'zingiz ariza bermasangiz olmaysiz. Bu davlatning ijtimoiy himoya tizimidagi yangi yondashuvi bo'lib, mablag'larni yanada manzilli va adolatli taqsimlashga qaratilgan. Oldin avtomatik keladigan narsalar endi sizning faolligingizni talab qiladi. Shuning uchun bugun aytganlarimni jiddiy qabul qiling. Hayotingizda nimaiki o'zgarishlar bo'lsa, oilaviy ahvolingizda qandaydir o'zgarishlar ro'y bersa, albatta tegishli organlarga murojaat qiling va o'zingizga tegishli bo'lgan yordamlarni aniqlang. Ko'pincha odamlar o'zlari bilmagan holda juda katta miqdordagi pullardan mahrum bo'lib qolishadi. Faqatgina bitta kichik arizani yozishni unutganlar yoki uni topshirish kerakligini bilmaganlar uchun. O'zingizning haqqingiz uchun kurashing. Ma'lumot oling, hujjatlarni to'plang va arizani topshiring.
Faqat shunda siz bu qo'shimcha to'lovlarni olasiz. Arizasiz, afsuski pul yo'q. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Bu mavzu bo'yicha sizning fikrlaringiz va tajribalaringiz juda qiziq. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, ularni ham bering. Bu videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz bilan foydali va muhim ma'lumotlarni ulashtiryapmiz. O'zingizni ehtiyot qiling va o'z haqlaringizni biling. Keyingi videolarda ko'rishguncha